Akalar hammaga salom. Mana hozirgi sherimizda bo'yapgan muammosi akamizga switch qo'yib berishgan ekan. Bo'lganiga ham bir 4 kun bo'ldi shekilli, agar bir hafta bo'lmadi xullas. Mana shu korobkani eslab qolamiz. Cherry'ga 7 Pro'ga. Endi mana switchimizni ko'rib olamiz. Mana nomini ham bundoq o'zingiz uchun olib olinglar. Mana ko'ryapsizlar. Endi vaholanki bu switch ham asli Xitoy tagi. To'g'risini aytganda bizni benzin, bizni narsalarga to'g'ri kelmaydigan bir sifatsiz deb hisoblanadi bo'la endi. Mana hozir turbina motorga imkon darajasida yaxshi switch qo'yishni tavsiya qilib qolamiz. Hop, mana kuyganlari mana yonib ham ketdi. Mana shu holatda akamiz yurib yetib kelyaptilar hozir. Perivoladan o'tibdilar mana. Endi bu shunchalik ishlab kelyaptilar ham qaltiratib. Endi bu nimaga olib keladi? Bu yaxshi sifatsiz benzin bo'lsa yokida bizni turbina motorlarni qizishi o'ta kuchliroq bo'ladi. Shuni hisobiga tozaroq benzin qo'yiladi. Sifatli benzinlar shundoq nimalarni kuydirib tashlaydi switchlarni. Xitoyligi uchun. Bu temiri dosh bermaydigan-da, tekstoletlari ham ichidagi. Shu ham ketgan. Imkon darajasida original switchlardan boshini so'rab qolardik. Bu switchlar akamning o'zidagi switchlar ekan, Densaniki. Mana. Ko'rinishi ham o'sha aytib turibdi originalligini. Mana shu switch qo'yilgan ekan akamlarga. Hozir mashina yechib tashlab, aka brak switch bu yaxshi emas. Mana switch zo'r deb qo'yib berishgan ekan mana. Eslab qolinglar mana. Mana shu korobkadagi Cherry'dagi switchlardan ehtiyot bo'lishini so'rab qolardik. Mana nomi. Ogoh bo'lishini so'rab qolamiz. Ko'rinishdan bir yaxshiga o'xshaydi, lekin tekstilida ichidagi temirlari ham prostoy ekan.